Shu 3 ta kitob qahramoniga men o'zimni o'xshataman. Okay, birinchisi Jane Eyre. Bu qiz bilan men o'xshashlik tarafim bu ikkalamiz ham o'zimizni prinsiplarimizga sodiqmiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zining prinsiplaridan hech qachon kechmaydi. Doim mustaqil bo'lishga intiladi. Da, uni empatiyasi kuchli, lekin u hissiyotlarini jilovlay oladi. Bilasizlarmi, agar meni hamma yaxshi taraflarim Jane Eyre'ga tortsa, men yomon taraflarim hammasi Rodyaga tortadi. Ikkinchisi Jinoyat va jazo Rodion Raskolnikov. Shu kitobda Raskolnikovni ta'riflaganda, uni xayollarini ta'riflaganda men xuddi o'zimni fikrlashimni ko'rganday bo'ldim. Masalan, ovqatga ketayotganda ham yo'lda o'ylab ketadi, men ham xuddi shunaqa o'ylayman hamma narsani. Raskolnikov ham men ham juda ham ko'p o'ylaymiz, absurdniy narsalarni ham o'ylaymiz, filosofik narsalarni ham o'ylaymiz. Uni ham meni ham ichimda shunaqangi ziddiyat bor-da, bitta tarafdan sovuq ratsionalizm bo'lsa, ikkinchi tarafdan faqat hissiyotlarga beriluvchanlik. Отношения qurishga не только romantik, balki do'stona отношения qurishga ham qiynalamiz, boshqalardan поддержка olishga ham qiynalamiz. Raskolnikov bilan o'xshash taraflarimiz ko'p, lekin detallashtirishni xohlamagan bo'lardim. Uchinchisi Donna Tartning The Secret History degan kitobidan Richard degan qahramon. Richarddan men ham juda ham